Men bir kitob yozdim va uni mo'minlarning onasi Oysha deb nomladim. Men haqiqatni himoya qildim. G'arbliklarning Payg'ambar alayhissalomning yosh qizlarga uylanishga ishtiyoqi bor edi. Bu qandaydir ruhiy kasallik degan gaplariga raddiya berdim. Alloh taolo qalamimni yurgizdi. Bu uning fazli va marhamatidir. O'sha paytda qizim Riyodda eri bilan yashardi. U bu kitob haqida bilmas edi, chunki u hali nashr etilmagan, yangi yozilgan edi. U menga telefon qilib shunday dedi: "Tush ko'rdim." Eshik taqilladi. Men ochishga shoshildim. Bir ayol kirib keldi va dedi: "Men mo'minlarning onasi Oyshaman. Otangga rahmat aytgani keldim." Men Allohga shukrona sajdasi qildim.